Tish doktori. Kunlarning biridan tishim qattiq og'rib qoldi. Tumanimizda nomi chiqqan tish doktori bo'lar edi. Ana o'sha tish doktoriga borishga ahd qildim. Bilasizmi, bu voqeani aytishimdan maqsad o'sha tish doktorining hayotidagi ayanchli bir o'zgarish meni lol qoldirdi. U vaqtlarda yosh yigit edim. 20-21 yashar. Shu to'satdan tishim og'rib qoldi. Qattiq og'ridi. Dadam tishim og'riganini ko'rib, otamlarda 06 mashinamiz bor edi. Kechasi 11lar atrofida mashinaga meni olib chiqib, tezda shifoxona tomon olib bordilar. Tish doktorlari odatda insonlarga xushmuomala qilishadi. Aldab, suldab davolashadi. Umuman olganda doktorlar xushmuomala bo'lishlari lozim. Xullas, shifoxona tomon yaqinlashdik. Qop-qorong'u bino, bir ikkita chiroqlari yongan xonalar bor edi xolos. Eshigidan kirar ekanman. Shifoxona ko'z o'ngimda g'alati bo'la boshladi. Ichkariga kirdik. Hamma yo'q jimjit. Kimdir ichkarida taraq-turuq qiladimi? Har xil tovushlar kela boshladi. Biz xonalarni izlay boshladik. Tungi navbatchi qani ekan deb, "Hoy, biror kim bormi?" dedilar dadam. Mani tishim og'rig'i hatto bilasizmi, unutilib ham ketdi. Azbaroyi qo'rquvdan. Ishonasizmi? Bir payt oxirgi xonadan oq kiyim kiygan qizga ko'zimiz tushdi. U ichkarida tashqariga qarab pollarni tozalayotgan edi. Dadamlar, "Hoy singlim, kim bor?" dedilar. Qiz harakatdan qotib qoldi. To'xtadi. Dadam yana aytdilar, "Singlim, hoy singlim", dedilar. Men hayratdan qotib qolgan edim. Balkim dadam ham ichlarida menga bildirmasdan hayron edilar. Qiz oxiri biz tomon o'girildi. Biz qo'rqib ketdik. Qizning sochlari yoyilgan holda edi. Lab bo'yoqlari labining chiziqlaridan chiqib bo'yalgan, juda xunuk holatda edi. U bizga qaradi-da, "Tish shifokori kerakmi sizga?" deb kulimsirab g'alati gapirdi. Dadam, "Ha, boyadan beri chaqiraman, nega hech kim yo'q?" deb jahllari chiqdi. U "Kechirasiz", dedi-da, qo'li bilan 2-qavatda, doktorxona raqami esa 3 deb javob qildi. Va u bizga kulib eshikdan yarim holatda xunuk qarab qo'ydi. Orada men, "Dada, yuring, bu yer menga yoqmayapti", dedim. Dadam esa, "Hoy o'g'lim, sani joning og'riyapti. Kel, bir marta og'riydi, ammo keyin og'rimaydi. Davolatamiz, ketamiz", deyishdi. Xo'p deyishdan boshqa choram yo'q edi. Biz tepaga ko'tarildik. 3-xona eshigi ochiq edi. Qarasak, hech kim yo'q. Ichkariga kirdik dadam bilan. Tish shifokori davolash stoliga yaqinlashar ekanmiz. U yerda dahshatli qonlarga, tishlar siniqlariga guvoh bo'ldik. Shu payt, "Kim kerak sizlarga? Meni qidiryapsizmi?" degan tovush keldi ortimizdan. Biz hayron bo'lib qo'rqib ketdik va ortimizga o'girildik. Shu payt dadam, "Ha, siz keraksiz, doktor, siz. Qachondan beri sizni qidiramiz", deb javob qildilar. Doktorning ko'zlari qonga to'lgan holatda edi. "Ha, biroz kutsangiz bo'lardi. Birovning eshigiga ruxsatsiz kirish yaxshi emas, birodar, yaxshi emas", deb qo'ydi. Dadam, "Uzr doktor, uzr", dedilar-da, "O'g'limni tishini ko'rib qo'ysangiz. Bolam bechora juda qiynalib ketdi", dedilar. Doktor menga shunaqangi qaradiki, go'yoki yeb qo'ygudek edi. "O'tiring bolam", dedi. Men davolash stuliga o'tirdim. Men yana, "Dada, balkim shart emasdir", dedim. Dadam, "Jim o'g'lim, jim o'tir", deb javob qildilar menga. Doktor meni og'zimni ochib qo'ydi-da, ko'zlari har zamonda menga qarab qo'yardi. U tishlarimni nimalardir qilardi. Lekin og'riqni sezmasdim. Shu payt dadam, "O'g'lim, men ko'chaga chiqib mashinani qulflab kelay. Yodimdan ko'tarilibdi, shu desang." Og'zim ochiqligi sabab gapira olmadim. "Aha", deb qo'ydim. Shu vaqt doktorning oldiga haligi pol yuvayotgan qiz kirib keldi. Bilsam, u hamshira ekan. Doktorga qarab gapira boshladi. "Doktor, uni nima qilay?" dedi. Doktor shunda g'azablandiki, "Yonimga kel", deb o'sha qizni chaqirdi. Men hayratda edim. Yuragimda qo'rquv bor edi. Doktorning yoniga qiz yaqinlashganini bilaman. Qizni o'ziga tortdi-da, "Hoy,
yo'qot dedimmi yo'qotasan, senga yo'qot deb aytganmidim, hash-pash deguncha tong otadi, odamlar kelsa ko'rib qolishadi dedi. Qiz esa jim holatda hop yo'qotaman deb javob berdi. Shu payt doktor menga qaradi-da, yigitcha o'tiribdi, og'zingni yopma dedi-da, sen bu yoqqa yur deb qizni olib chiqib ketdi. Men hayron edim, ochig'i qo'rqardim. Dadam ham uzoq qolib ketdilar. Shu vaqt nima bo'lsa bo'lar dedim-da, og'zimni yopmay o'rnimdan turdim va eshikdan chiqdim. Narigi xonada doktor va hamshira nimalarnidir tortishishardi. Birdan yonimdagi xonadan ingragan ovoz keldi. Yordam, yordam bering. Men qo'rqib ketdim-da, ichkariga kirdim. Birdan stol ortida oyoqlarni ko'rdim. Ha, inson oyoqlarini. Avvaliga qo'rqdim, keyin borib qarasam, u yerda bir amaki yotar edi. Hamma yog'i qonga belangan edi. Yordam dedi. Dod devordim. Ortimga o'girilishimni bilaman. Doktor va hamshira menga qarab, "Salom bolakay, nimani ko'rding?" Ulardan qochmoqchi bo'ldim. Shu payt doktor qizga qarab, "Bolani ushla, bu bolani ham va otasini ham yo'q qilamiz. Sirimizdan boxabar bo'lishdi" degan payt qizning yuziga qattiq bir shapaloq tegdi. Qizni ko'tarib stol ustiga uloqtirdi va doktorni ham bo'g'izlab yelkasiga ortib, uni ham stol ustiga tashladi. Kim ekan bu xaloskor desam, bu inson dadam ekanlar. Ichkaridan chiqmoqchi bo'ldik, lekin hamshira qiz vajohatda dadamning bo'yniga orqa tomondan sakrab chiqib oldi-da, tishlay boshladi. Shu vaqt yana uni dadam bir amallab uloqtirdilar-da, doktorning ustiga stulni ko'tarib uloqtirib tashladilar va "Nima balo, esingizni yeganmisiz? Bu shifoxonami o'zi qayer? Ustingizdan arz qilaman" deb shifoxonadan chiqdik-da, mashinaga o'tirdik. Dadam "Qo'rqmadingmi o'g'lim?" deb qayta so'rardilar yo'l davomida. Men esa dadam borligi uchun xursand edim va o'sha xonada yotgan odam haqida gapirdim. Dadam buni darhol ichki ishlar xodimlariga xabar qilishimiz kerak dedilar. Ertasiga dadam uyga keldilar va o'sha shifoxonada ko'p insonlar nobud bo'lishgan ekan, sirli holatda dedilar. Doktor va qiz umrbod qamoqqa olinganligi haqida aytdilar. Mana oradan 15 yil o'tdi. O'sha shifoxonada bo'lgan ishlar hali hamon esimda. Ammo u yerda juda tajribali halol insonlarga sog'lik ulashib kelishyapti. Shifokorlarimiz omon bo'lishsin. Shular bor, biz sog' va salomat. E'tiboringiz uchun